Turmush o'rtog'im bilan rasmiy nikohdan o'tmaganmiz. Yaqinda farzandli bo'lamiz. Farzandimizga nisbatan otaligimni belgilashim mumkinmi? Ya'ni o'z familiyamni bera olamanmi degan savol kelyapti. Javob quyidagicha. Bolaning nasl nasabini belgilash uchun nikoh juda ham muhim ahamiyat kasb etmaydi. Ya'ni nikohda turmaganligidan qat'iy nazar bolaning nasl nasabini qonun doirasida belgilash mumkin. Ya'ni ko'pchilik nikohdan o'tmagan holda shar'iy nikoh bilan oila qurishadi. Oila qurgandan keyin farzandli bo'lishadi. Farzandli bo'lganda o'sha farzandni, ya'ni bolani shu ayol tuqqanligini tasdiqlovchi tug'ruq idorasining ma'lumotnomasiga asosan FHDYO idorasi bolaga nisbatan tug'ilganlik haqida guvohnoma beriladi. Tug'ruqxonadan chiqqandan so'ng ayol bilan haqiqiy bolaning otasi birgalikda FHDYO idorasiga borib ariza to'ldirishadi. Mana shu arizaga asosan bolaning nasl nasabini belgilovchi otaligini belgilab, yangi tug'ilganlik haqida guvohnoma berishadi. Amaliyotda nikohsiz tug'ilgan, ya'ni rasmiy nikohdan o'tmasdan turib tug'ilgan bolalarga nisbatan otalik belgilanish hollari juda ham ko'p. Ayniqsa so'nggi yillarda ko'pchilik ayollar oilasi bilan ajrashganligini rasmiy ro'yxatdan o'tkazmasdan, ya'ni nikohdan ajrashmasdan turib alohida yashab ketishadi. Ko'pchiligi chet elga ketishadi, Rossiyaga, Turkiyaga ketishadi. Shunday hollarda Turkiyada yoki Rossiyada biror bir erkak bilan uchrashib homilador bo'lishadi. Lekin ularning nikohi ajratilmagan. Ya'ni nikohda turibdi ular, rasmiy nikohda. O'zbekistonga qaytib kelib ular farzandli bo'lishadi, ya'ni tug'ishadi. Shunday hollarda FHDYO idorasi bolani nikohda turgan erkakning familiyasiga bolaga tug'ilganlik haqida guvohnoma beriladi. Shunday hollarda agarda nizo bo'lgan hollarda erkak, ya'ni rasmiy nikohdagi ota o'zini otaligiga nisbatan e'tiroz bildirib sudga murojaat qilishi mumkin. Yoki bo'lmasa bolaning haqiqiy otasi o'z otaligini belgilash masalasida sudga da'vo ariza kiritsa, sud atroflicha ishni ko'rib chiqib, DNK ekspertiza tayinlaydi va DNK ekspertizasi xulosasiga asoslanib bolaning nasl nasabini belgilab hal qiluvchi qaror chiqarib beradi.